Bunaqasini ko'rmaganman, lekin boru. Eski Volvo, eski body boru. Shuni sevadiganlar bormi? 18-yilgacha eski Volvolarni. Qaranglar, 18-yilgi yangi body Volvo, to'g'rimi? Bunaqasi bitta, yagona javob Amerikada menimcha. Polni ko'rinishlari yangi Volvo, to'g'rimi? Buni qaranglar. Ichini, buni bori O'zbekistondan tuning qilib olib kelgan. Bori ana Matizga Mercedes rulini qo'yib turib, Malibuga Mercedes rulini qo'yadi-yu. Hamma stollari ham bor. Polni ichlari eski. Original mileage 701 ming yurgan. 18-yilgi. 425 ta ot kuchi. Maza qiladiganlar bormi? Men lishni o'zim mana shu eski bodyni sevaman. Balonlari yangi. Recap emas, ahamiyat beramiz. Ramallari ham chotki. Hamma joy tayyorlangan. APU'si ham bor. Ishlaydi. Xullas 25-26-yilgi traklarni ham haydab ko'rdim. Lekin men bu eskisi maza qiladigan bor. O'zimda 16-yilgi bitta slipperligi bo'lardi. Maza qilardim. U sotgan anjanli aka bor. Haligacha yuradi. 900 bir narsada millionga yaqin yurganu, lekin haligacha maza qiladi. Bor, juda ham barakali. Jasur akadan olganmiz. Xullas, shu trak sotiluvda. Agar sevadigan, tushunadigan mana shu ichi eski yumshoqligini biladigan odamlar bo'lsa, bor, zo'r narxda beraveramiz. Narxini aytmayman. Taxminan necha pulga olsa bo'ladiganligini kommentariyaga yozinglar. Bu trak sotiluvda. Kim yaxshiroq bersa, sotaveramiz. Auksion qilaylik, keling shuni. Sevadigan, tushunadigan, biladigan o'rtoqlariga yuboringlar. Bunaqa trak Amerikada bitta yagona. Shunaqa zo'r qiziqarli traklar bo'lsa, mana ko'ryapsizlarmi? Western Star'ı originalni o'zini karxonda tirayman. Shunga o'xshagan qiziqarli traklar bo'lsa, bizga obuna bo'lasizlar. Oybekga obuna bo'lasizlar. Faqat chotki dillarni bizdan o'rasizlar. Eng arzoni Track Sales USA. Hammalarga rahmat.